Astma bu o'pkaga ta'sir qiladigan kasallik bo'lib, nafas yo'llarining yallig'lanishi va torayishiga olib keladi. Odatda nafas olganingizda havo erkin ravishda traxeya orqali, so'ng bronxlar deb ataladigan yirik naychalar, bronxiollar deb ataladigan mayda naychalar orqali o'tib, nihoyat alveolar deb ataladigan juda kichik xaltachalarga yetib boradi. Alveolarni kapillyarlar deb ataladigan mayda qon tomirlari o'rab turadi. Nafas olayotgan havodagi kislorod kapillyarlarga o'tadi. Organizmdagi karbonat angidrid esa kapillyarlardan alveolarga o'tib, nafas chiqarganda o'pkadan chiqarib yuboriladi. Bronxiollar havo iliq, nam va tirnash xususiyati beruvchi yoki allergiya chaqiruvchi moddalar allergenlar bo'lmaganda kengayadi. Havo sovuq yoki quruq bo'lsa, tirnash xususiyati beruvchi moddalar yoki allergenlar bo'lsa, bronxiollar torayadi. Agar sizda astma bo'lsa, nafas yo'llaringiz tez-tez yallig'lanib, shishib turadi. Ayrim moddalar yallig'langan nafas yo'llarining haddan tashqari reaksiya berishiga sabab bo'lib, astma xurujini keltirib chiqaradi. Astma xurujini qo'zg'atuvchi omillar har bir odamda biroz farq qiladi. Biroq odatda tashqi muhitdagi tirnash xususiyati beruvchi moddalar va allergenlarni o'z ichiga oladi. Bularga gul changi, tutun havoning ifloslanishi va sovuq ob-havo kiradi. Ichki muhitdagi tirnash xususiyati beruvchi moddalar va allergenlarga esa mog'or, uy hayvonlari yunglari, chang kanalari va tarakan chiqindilari kiradi. Shuningdek, baliq, qisqich va qasimonlar, tuxum, yelyong'oq va soya kabi oziq-ovqat allergenlari ham sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, nafas yo'llari infeksiyalari, stress, kuchli hissiyotlar va jismoniy mashqlar kabi holatlar ham astma xurujini keltirib chiqarishi mumkin. Astma xurujining belgilari yo'tal, xirillash, nafas qisishi va ko'krak qafasida siqilish hissini o'z ichiga oladi. Astma xuruji paytida nafas yo'llari atrofidagi mushaklar qisqaradi. Bu bronxospazm deb ham ataladi. Nafas yo'li devorlari esa yanada ko'proq shishadi. Shu bilan birga nafas yo'llari qalin shilliq ajrata boshlaydi. Bu esa ularni yanada toraytirib, nafas olishni qiyinlashtiradi. Agar sizda astma bo'lsa, shifokoringiz nafas yo'llaridagi yallig'lanishni kamaytirish, nafas yo'llari atrofidagi mushaklarning qisqarishini oldini olish yoki shilliq ajralishini kamaytirish uchun dori-darmonlar buyurishi mumkin. Astma xuruji vaqtida esa qisqa ta'sir qiluvchi, qutqaruvchi dori bronxodilatatorini qo'llashingiz kerak bo'lishi mumkin. Bu dori nafas yo'llari mushaklarini bo'shashtirib, nafas olishni yengillashtiradi.